marketolog bo'lsangiz, vaqtingiz ancha barakali bo'lishi uchun mana shu 3 ta narsani yeb yoki ichib yuradigan bo'lsangiz, ancha sizga foydali bo'ladi. Birinchisi kreatin, bu must have. Men o'zim marketologman va kunim o'zi ko'p stresslar bilan o'tadi. Miya faoliyati charchaydi, shuning uchun kreatin juda ham yordam beradi. Bu o'zi retseptlarsiz tavsiya beriladi, lekin ba'zi sog'lig'ingizdan kelib chiqib qabul qilganingiz yaxshiroq. Lekin kreatinni men har doim tavsiya berganman. Ikkinchisi kofein, kofelarni ko'proq iste'mol qilib turish. Men sudsiz bo'lgan kofelarni tavsiya beraman. Ya'ni amerikan espressoli. Biz doim stresslar bilan ishlaganimiz uchun kofein har doim yordam beradi. Kofega o'rganib qolish, xato boshqa narsalarga e'tibor bermang. Bu siz ishingiz stressli va bu kofein normal holat. Uchinchisi, ko'pchilik bunaqa tavsiya bermaydi, lekin men har doim o'zimda shu narsani sinayman. Boshqalarga aytgan bo'lsam, ular ishlatib ko'rgan bo'lsa, zo'r foyda bergan. Yaxshi ko'rgan ovqatingizni oling-da, sal stressga, sal выгорание holatida bo'lib qolsa, o'shani yeng. Masalan, men Chef Burgerdagi burgerlarni yaxshi ko'raman. Har safar qanaqa kayfiyatim zo'r bo'lgan payt yoki juda yomon bo'lgan paytda Chef Burgerga boraman. O'zim Chef burgerlarini yeyman. Har doim bo'lmaydi, bir oyda bir bo'lishi mumkin, 2 oyda bir bo'lishi mumkin. Lekin bu men energiyamni oshishiga, meni o'zi vaqtimdagi yoki energiya rejimimdagi barakani oshirishga yordam bergan. Bu o'z hisobdan olmagan maslahat, 3-maslahatim, lekin juda ham ko'plab marketologlarga maslahat beraman. Boshqa videolarni kuzatib boring. Xudo xolisa marketing haqida ko'p gaplashamiz. Salomat bo'ling.